Qizlarning go'zal turishiga foydasi bo'lgan 5 yaxshi turmush odatini so'zlab beray. Agar siz mush 5 odatga diqqat qilmay, har qancha pul xarjlab, mushu teri asraydigan grim bo'yi narsalarni ishlasangizmi, u beka pul xarjlab ulgurtolmaysiz. Ammo mush 5 ishga diqqat qilsangiz, shu pullaringiz tejinib qoldi. Bir tal yurak berib saqlaylang. Birinchisi, to'yg'ich tamoq yeydigan odatingizni tashlang. Ya'ni biz bir kunda yeyotgan narsalarimiz o'zimizga badanga kerak narsani jiqib ketadi-ku. Shuning badanga besimab bo'ldi. Ya samirib ketamiz, ya ish xo'shaqmaydigan, ya bir kasallar paydo bo'ldigan gap. Shuning uchun nima yegansiz kelsa, yeng, ammo to'yg'ich yeyama. Ta'min tetib, azroq bir bo'ldimi shuncha deganda to'xtab qolsangiz bo'ldi. İkincisi, bak tuzluq, bak mayliq, chunkovi narsalarni yeydiğanga bak odatlanib ketmang. Yesiniz buldu. Jixyavaman, qaytim sonini azilting. Odat ko'proq vaqtda sog'lomroq ozuqlaning. Hali chingdan deymiz go, bak mayliq emas, bak tuzluq emas. Hafsiga bir ishki qaytim ko'nglingizni aytish uchun shu tuzluq narsani azroq yevaganga hech narsa bo'lmaydi. Ammo kunda yevamang. Shu chaqda siz o'zingizdagi badallaringizni yeniklab, shu payzi bo'lib qolganligingizni his qilasiz. Üçüncüsü, suyunu köprek içip verin. Su içiş bu dünyada bir bikarlık adli bir iş ko. Su çözsün bedenizge nurgun gereksiz maddelerce jüp açık ötelaydı. Değişiriniz yukarı buldu, asan semerip ketmeysiz. Dördüncüsü, hareketlerini qilib verin, bak vuruluşup ketmeyli. Çenşin falan bir yerin degen gap emas. Mesela siz ettiğini ya keşikler bir yarım saat yol mu yapsanız misal, yarım saat xiyal sürgeç, ya nakşanlıgaç, iştek baksanız azırak ter çıksa, yürek soquşunuzun azırak tezilse, birisi aldırıp sepenip ketmeysiz. İkincisi, bir xil yenik bir xil içinde peyz op qalğanlığınızı esingizde. Beşincisi, keç tamakni balduruq yem, andan to'yg'ich yeyama. Keç qo'saq bir 50-60% to'yisi bo'ldi. Uxlashdan 3-4 saat burun yeb bo'ling. Va keç tamak yeydigan odatingiz tashlasangiz-chu, ig'izni boshqaramaysiz-ku, ba'zi tatlı turib narsa yegingiz kelib, ba'zi ochiq narsa yegingiz kelib, o'zingizni kontrol qila olmaysiz-ku. Mush odatingiz yo'qolmaydi. Sal balduroq yan tamoqni andan to'yg'ich yeyama. Mush 5 turlik ishni siz bir hafta davomlashtirib qilib beqla, bir xil payz bo'lib qolganligingizni, go'zal bo'lib qolganligingizni his qilasiz. Bir tal yurak berib saqlaylang, menga ergishib ilanjima, g'ayrat qiling.